Barcha yerliklarga salomlar. Bugun 3 tagina mahsulotdan juda ham mazali, mana shunday qoshiqda yeydigan va tez tayyor bo'ladigan to'rtcha qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, ishni boshladik. Ishni bir dona shokoladni eritib olishdan boshlaymiz. Men suvli hammomda shokoladni odatda eritaman. Juda ham yaxshi eriydi. Kosani ichiga solgandan so'ng suvli idishga solib, uni yaxshilab eritib olasiz. Albatta suvli idish gazni ustida tursa tezroq eriydi. Shokolad erigunga qadar esa chopperga 3 dona yetilib pishgan bananni solamiz. Ortidan esa albatta shokoladli pechenyelarni solib yuboramiz. Agar uyingizda oddiy pechenyelar bo'lsa, hech ham xavotir olmang. 2 osh qoshiq yoki 1 osh qoshiq kakao bilan bu muammoni hal qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ushbu shirinlik ustiga 1 osh qoshiq kakao, agar kakaoingiz qop-qora bo'lsa, 1 osh qoshiq, agar u darajada qora bo'lmasa, 2 osh qoshiq kakao solsangiz, shirinligingizni rangi juda ham chiroyli chiqadi. Oxirida esa erigan shokoladimizni ustidan quyib, yaxshilab chopperni aylantiramiz. Ya'ni bir xil massa bo'lishi lozim. Agar mabodo uyingizda chopper bo'lmasa, bemalol katta blenderdan foydalansangiz bo'ladi. Lekin qo'l blenderi bu masalliqlarni maydalay olmaydi. Aytgancha, men odatda shirinliklarim uchun kakao miqdori 70% dan yuqori bo'lgan shokoladlardan foydalanaman, chunki bu shokoladlarning kaloriyasi kam, foydasi esa yuqori bo'ladi. Azizlar, ushbu shirinlikni bitta yutug'i bu tort uchun gaz pechi kerak bo'lmaydi. Hammasi chopper yordamida amalga oshiriladi. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Mana shunday suyuq holatda bo'ladi. Endi esa qolipga, xohlagan qolipingizga pishivoy plyonkani solasiz, chunki yopishadigan qobiliyati bor va uning ustidan bemalol tayyor qilgan masalliqni quyasiz. Yaxshilab urib, tekislab olganingizdan so'ng qotguniga qadar xolodilnikka solib qo'yasiz. Tortimiz yetarli darajada qotdi. Qolipdan olamiz, selofanni yechamiz va ustini tabimizga qarab bezatamiz. Men sizga kakao kukunidan foydalanishingizni tavsiya qilaman, xuddi men singari, sababi ushbu shirinlik uchun 3 ta ship-shirin masalliq ishlatilgan. Shu sababdan ustiga kakao kukunini solsangiz, uni shirasi keragidan ortiq me'daga tegmaydi. Agar shokolad pastasi yoki shokoladni eritib qo'ysangiz, juda ham shirin bo'ladi va tezda me'dangizga tegadi. Bezatib olganimizdan so'ng chiroyli qilib kesamiz, tarelkalarga solamiz, o'zimiz ham iste'mol qilamiz, oila a'zolarimizga ham beramiz, asosiysi yerliklarga ham ulashib qo'yamiz. Profilimda bundan ham ko'p shirinliklar bor. Obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like va izohlarda fikringizni kutaman. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva.